Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Xudo xolasa 2025-yil 20-aprel. Akalarimiz ikkita arava zakaz qilgan edilar. Mana bugun keldilar, topshiryapmiz Xudo xolasa. Akajon, bir sizlar haqida o'zingiz bir gapirib o'tsang. Men sizlarga bilan Yangida yashayman. Mana arava zakaz berdik. Mana ikkita arava. Mana Xudo xolasa bir haftada tayyorlab berdi. Mana ket hammasini cho'tga qilib qo'yib, Xudo xolasa uni yurishamiz. Oldik mana. İşlerimizga omad, biletlar zo'r. Rahmat. Tavsiya yo'q. Sog' bo'lasizlar. Yaxshi kunlar xizmatchisi. Bo'ldi. Bu aravamizga kelsak, Xudo xolasa bu aravamiz 1.30 ga 2.30 bo'ldi. Bort bo'ldi. Spark balon qo'yib berdik akalarimizga. Parkovlari, zanjirlari qalin zamoklar bilan taxlab o'rnatib berdik. Bilkasi joyida, kuzov nomeri joyida. Bu arava ham shunday. Bu Nexia'ga ikkovi bir xil svetda, bir xil stilda bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaversizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani, Katta Betonka yo'lining ustidamiz. O'zimga keyin